Bizga bugun mehmon kelgan Realme, salom. Realme kompaniyasining distributori kelgan. Asatov Zafar MMA bo'yicha 2 karra Gruziyada bo'lib o'tgan jahon chempionatida chempion bo'lgan. Kompaniyamiz mahsuloti yaxshi kunlarga bo'lsin. Rahmat. Sizni kelgusidagi karyeringizda omadli tilaymiz. UFC chempionlari ham bo'lib, O'zbekistonga shu kamarlarni olib kelish nasib qilsin. Anvarov Avaz Ой! Красавчик! Ey atma! Bahraynda bo'lib o'tgan yoshlar o'rtasida Osiyo o'yinlarida chempion bo'ldilar. Vatanimiz bayrog'ini eng yuksakka ko'tardilar. Biz buni ko'rib juda ham jo'shqinlandik, xursand bo'ldik. Shuning uchun sizga ham kompaniyamizning kichkina sovg'asini olib keldik.